Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men bugun Alloh Jalla Jalaluhu'ningki muvaffaq qilishi bilan Oilam jannatim darsimizning 14-bo'ligini so'zlamoqchi. Men mash material ko'rish jarayonida Amerikaning sobiq raislarining birsi o'zining xalqiga nutq so'zlayotgan jarayondagi bir ikki jumla so'zi meni nayt o'ziga jalb qildi. U bo'lsa-mu, u o'zining xalqiga so'zlayotib, Amerika xalqining turmush saviyasi nayt yuqori safoga erishdi. Amerikaning ishlab chiqarishi ilmiylashib, avtomatlashib yuqori saviyaga yetdi. Amerika xalqida pul bor, Amerika xalqida ishlab chiqarish kuchi bor. Amerika xalqi nayt yuqori fan texnikaga erishdi. Yuqori sifatli fan texnika bor. Ammo Amerikada yaxshi o'lchamlik oila yo'q. Mana bu qo'rqinchliq. Men Amerikaning mushadan vayron bo'lishini ansirayman degan bir so'z bor ekan. Demasimi bir oilaningki yaxshi oila qurilib chiqish bir ummatning bir taraqqiy qilishdan derak bo'lsa, oilaningki vayron bo'lishi shu ummatningki vayron bo'lishidan derak berdi. Chunki ummat nimadan tarkib topadi? Oiladan tarkib topadi. Oila yaxshi bo'lsa, jamiyat yaxshi bo'ladi. Oila yaxshi bo'lmasa shu, demak bu ummat halokatga yuzlandi. Biz bugun shu baxtli oila qurishga nihoyat yaqindan aloqador bo'lgan bir tema ustida to'xtalmoqchi qarindoshlar. Ana shu ayol o'zaro bir-birini tushunish kerak. Masalan, qandoq tafakkur qildi, qandoq o'ylaydi, qandoq gap qiladi. Ayol ham qandoq o'ylaydi, qandoq tafakkur qildi. Qandoq ochiqlansa nima ish qiladi. Ayol qandoq ochiqlansa nima ish qildi degandek bir qator masalalarni ayol ikkisi bilish kerak. Endi biz bugun mushu ayol bir-biridan nemin umid qildi degan temaga to'xtalmoqchi. Endi chunki mushu haqda bir ray sinash faoliyat olib berilgan. Ma'lum bir arab davlatidagi so'tchidan birisi, maxsus oila ishlarini qilgan so'tchidan birisi bir jadval tuzgan. Jadvalda ayoldan kutadigan eng muhim ishlar birinchisi nima, ikkinchisi nima, uchinchisi nima, to'rtinchisi nima deb ayolg'imi ayoli eridan umid qiladigan birinchi ish nima, ikkinchi ish nima, uchinchi ish nima, to'rtinchi ish nima deb o'shda bir jadval tuzib, oxirsiga o'zi bir javoblarni yozib, shundan tanlanlar degan. Masalan, muhimi ayoldan nimani kutadi, ayol erdan nimani kutadi degan jadvalning ostiga birinchisi masalan yemek içmek bilan ta'minlash, iqtisodchan bo'lish, xotirjamlik his qilish, o'zaro qadrlash, bir-biriga ishonish, yiqimliq gap so'z, erki arzuluq bo'lish, mard kan qursoq bo'lish, mas'uliyatni o'z ustiga olish, o'zaro faranglashish, qizg'in kayfiyatda xushxuy bo'lish, oila ko'ngil bo'lish degandek va yumoristik bo'lish. Mana shu 13 javobni qo'yib, mushundan tanlanglar deb mushundaq jadvalni taqatgan. Endi bu jadvalni taqatgan vaqtida 200 oilaga taqatgan. Bu oilaningki tarkibi kelib chiqish o'xshashmaydi. Ba'zanlar dehqon, ba'zanlar normal xizmatchi, ba'zanlar kadr, ba'zanlar ziyoli, diniy jihatdan ba'zanlar dindor, ba'zan normal dindor, ba'zanlar dinidan ancha kori yo'q. Shunda o'xshashmagan 200 oilaga taqatgan vaqtida bunda bir xil natija kelib chiqqan qarindoshlar. Endi mushu natijani ayollarning bugun obdan bo'lib olishini men arzu qilaman. Chunki bu 95% erlar ayoldan nimani kutgan bilamsizlar.
Rey sinash neticesinde 95% erler ayaldın birinci olup ümit kıldıgan işi uygu köngül bildiyiş deganni tanlagan. To'g'ri qarindoshlar. Er degan sirtning odami. Tijorat bilan, oilani beqish, boshqa ishlar bilan bo'lib, asos jihatdan sirtlarda bo'ladi. Bu chaqda bu er oilasiga ko'ngil bildigan bir odamga muhtoj. Ballarga ko'ngil bildigan bir odamga muhtoj. Mana dal mushu yerda onaninki roli joriy bo'ladi. Ana oilaga obdan qarasa, erning arq türük bolsa, arq tiyiki bolsa, er chuqum sirtida xotirjam o'zlarining ishini qila oladi. Ammo aksichi bo'lgan chaqda chuqum bu ermo utuq qozonmaydi, oilamo baxt saodatlik oila bo'lolmaydi. Ayolning uyda qildigan ishidan teshida qildigan ishi jiq bo'lsa, ayolning teşhidi köngül bulduğun işi, uyda köngül bulduğun işiden jiq bolsa, bu aile chuqum vayron bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala cennetning hurul ayillarni bizga tunishtirgan vaqtida hurun maqsuratun fil khiyam. Chidirlarda o'zin saqlab o'tag'an hur ayollar deb, ya'ni jannatdagi hur ayollarni mushunda tasvirlagan. Demak, ayollarimiz erlerimizning roziligini olayli. Ayollar biz bu oilani baxtli qilayli desa, chuqummush oilada o'tirishi va oila ko'ngil bo'lish kerak. Ayollar uyda qilgan xizmati, ummatga qo'shgan eng cho'ng xizmati shu oila ko'ngil bo'lish qarindoshlar. To'g'ri, ayollar sirtdan ish qiladi. Lekin haqiqiy men ummatimga, dinimga bir has qo'shay, haqiqiy rolimni joriy qildiray desa, mush oilada bo'lish kerak. Ey Osmon radhiyallohu anhu qarindoshlar. Mush Osmon ibn Affan radhiyallohu anhu ne qotillar o'ltirimiz deb kirgan vaqtida Naila onamiz ashu uyda kiyim bilan hatto chashlar uch qolatda Osmon ibn Affan radhiyallohu anhu qutqizman deb kelgan vaqtida Osmon ibn Affan radhiyallohu anhu nim degan: "Hey Naila, sizning ma chechingizni yotlarning kurab qilishidan mening o'lgunim yaxshi" degan. Mana manda tushundirgan qarindoshlar bizga. Shuning uchun ayollar uylarda o'zini namahramlardan saqlab, oilaga ko'ngil bo'lib, oilada o'ltuganligi ummat uchun qilgan eng cho'ng xizmati. Bizningki Uyg'ur maqal tamsillarda har qanday bir utuq qozongan erning keynida bir ayol bor deyildi. Bu haqiqatan to'g'ri qarindoshlar. Siz tijorat utuq qozongan, ilmiy bilim elishda utuq qozongan, nurg'un natijalarni oliy darajalik yuksak natijalarni qo'lga keltirgan, ish qilib turib hayotining ma'lum sohasida bir utuq qozongan erni ko'rsangiz, buning keynida oilasi ko'ngil bildigan, bolalariga ko'ngil bildigan bir yaxshi ayol bor deb biling. Buni aksicha aksi bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun ayollarimiz bu nuqtani tushunishimiz kerak. Mandaq bir statistik ep berilgan. Maxsus aqillar yasli xonasida o'qiydigan bolalar bilan uyda onasining qo'yni cho'ng'ogan bolalarningki ahli iqtidoriningki yetilishini tadqiq qilgan. Tadqiqot natijasida qarindoshlarimiz aqillarda alohida bir yaslida cho'ng'ogan bola bilan mush onasining quchog'ida cho'ng'ogan bolaning ahli iqtidorining yetilishida onasining quchog'ida cho'ng'ogan bolaning aqli iqtidorining yetilishi normal yaxshi bo'lganlik. Ammo yaslida alohida uskunlashgan o'qituvchilarning tanlangan yaslidagi bolalarning aqli iqtidorining yetilishi onasi bilan cho'g'on bolalardan to'g'on bo'lganligi natijada shunday kelib chiqqan. Ayollarimiz uyda o'ltirmay sirtlarda uni qilman, buni qilman deb chiqib yursa, bolalarimiz nima bo'ladi qarindoshlar? To'g'ri, ayollarning sirt ish qilishi harom emas. Masalan, bo'libmi iqtisodiy jihatdan ayollar tepirayotgan,
sirtda chiqish zo'r bo'lmagan ayollarimiz sirtga chiqmasligi kerak. Ammo eri o'lib ketgan yoki iqtisodiy jihatdan ayol bir ish qilmasa, boshqalar qo'l uzatib qolgan ahvol bo'lsa, ayollar haloldan tepkisi buni durust. Lekin ayolning asosiy vazifasi, asos roli, dinga, ummatga qilgan xizmati oilani yaxshi İyolub balını yaxşı tərbiyələb, ərinin haqiqi aq türgü bu vaqtda mana bu ərlər utuq qazanalaydı, ailələr bəxtlik buldu. Bunda bo'lmaydi ekan, balalarimizni shu koç tərbiyələydi, balalarimizni televizor tərbiyələydi, balalarimiz tərbiyəni tordan alıdı, qalayımqan yadan alıdı, ailə vayran buldu, ümmət vayran buldu. Bu Raisinaş cədvəldəki ikinci ərlər ayaldan ümit qıldıgan ikinci iş bolsa qarindaşlar, ayollarning mush qizg'in kayfiyatda va xushxuy bo'lishi degan shuni tanlagan. Ya'ni 90% erlar ikinci savolga shunday javob bergan. Demisimi bu erlar mush oilani deb sirtlarda nurg'un moddiy besimlarga va ma'naviy besimlarga uchraydi. Harudu, charchaydi. Uy kelgandan keyin ayolının özüne bir kızgın kayfiyatda xushxuy kutib olishga ehtiyoji bor. Uy kirib o'g'ichilam bir issiq chayning tayini yo'q, u oldi, bu oldi, qapoqlarini turib, noiti chiroylari turilgan, qapoqlari sangilgan, cho'ng balang ani qildi, kichik balang mani qildi, qo'shnimiz anda oldi, paloniyada manda bo'libdi, sen nada juding, biz bilan karom olmay deb uy kirib o'g'icha manda qaqshab g'amni ustiga g'am qo'shib mandaq qiladigan ayollarni erlar yaxshi ko'rmaydi. Erlar yaxshi ko'radigan uy kirpocha oldi bilan bir chiroyli to'rt og'iz tatliq gap qilib, xush chiroyli bilan o'zining bir xuddi shu erginoyati bir intizor bo'lgandak bir yaxshi bir ko'nglin suv uchirib mandaq bir uy kirpocha bir hadug'in chiqaqdak ayolga ehtiyoji bor erlarning. Shuning Alloh subhanahu va taolo mushu cennet ehli bulduğan ayollarını süpetlep uruben etraba. Urub degan gap yani erleriga yıkımlık ayollar degan bo'ldi. Yıkımlık kulimsirab turdigan. Hadis şerifte Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ala ukhbirukum bi khayri nisaikum. Men sizlarninki en yaxshi ayollardan deb biraymo. Kullu wadudun walud. To'g'imchan ham yiqimliq ayollar, ya'ni iriga shu yepishib turgan iriga kuyindigan mandaq ayollar degan. Idza ghadibat aw usiya ilayha, yoki bu ayolga bir xapliq gap qopti, yoki bu ayolga birsi aziyat turibdi. Bunda bu qasimi darhal shu irininki voy erim deb şu iriga yepishib, irining roziligini izlab mushta xapliq chaqdimi? Voy silmandan bir rozi bo'ldimi? Voy ko'ngillar xo'shalmi? Uydagi ko'ngillar ko'ngillik o'tyotamdi deb mushundaq irining xo'shal qilishga tirishgan ayollar haqiqatan yaxshi ayollar deb. Uning aksi shu. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda la'anallohu rajulata minan nisa. Başta uy kirib o'g'icha eri qapig'ini turib, eri bilan ko'rinmaydigan, eriga vaqiraydigan ayollarga Allah la'nat qilsin degan qarindoshlar. Asma onamiz Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men ayollarning elchisi bo'lib keldi. Biz sizdan bunday bir narsani so'ramoqchi. Mush erlar bizni oldimizga o'tkatdi. Ya'ni erlar qanday o'tkatdi? Erler cuma okuydu, erler cihat kıldı, erler Allah'ıyla pul xərcləydi, erler cemaatla namaz okuydu, müştaqib ütketti, erler aldığımız ütketti. Biz ayollar qanday qilamiz degan chaqda Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam yani sizlarning bir anlamaş iyiriga yaxshi ayol bo'lsa ve şu iyiriga moslashib, iyirining kutgan yerdan chiqib, mushun va muvafaqatu deb iyirining kutgan yerdan chiqsa ve yerini razı qilish uchun tirishsa, bütün erlarning qilgan ajr savobidimi yaxshi ajr savob oldi degan qarindoshlarimiz. Mana bunda bo'lgan chaqda uy kelishga oldiraydi.
Uydan ko'ngli suv ichgankin, u sirtlar nima ish qildi u yerda bu yerda uni buni burab qarindoshlarimiz. Aksicha uydan suv ichmagan erlar andakin u yer bu yerda oq ko'chidan o'ziga xo'shallik izlaydi. Shuning uchun ayollarimiz mana bu nuqtaga diqqat qilish kerak. Erlarning ayollardan umid qiladigan 3-ish bo'lsa, mush ayollarning erlarni hurmat qilishi qarindoshlar. Ba'zi ayollarimiz var tili uzun. Bu haqiqatan nachar ayollar. Er birini deydigan, ikkinchisi deydigan, aş gapdan qalamtim. Voy menmi sendan qalamtim deganda qilib, bundaq hatto gap tutib Eringizdan bak gapdan bo'lsingizmi, lekin erni hurmat qilmay qilmaganligingiz eringizning nazarida qimmatingizning yo'qolganligi, hatto sizning hurmatingizning yo'qolganligini bildirdi. Shuning uchun er hürmetlense, meyli bu er şu sorunu bolsun, bulmusun, bayada, yo'q ya da örüne hürmetligenliginiz, mana siz yaxshi ayollarınızı bildirdiğin gibi. Er qandaq ayolni yaxshi ko'radi? Şu er aile üçün jafo tortadi. Unda bo'lgankin şu aile üçün qilgan emgikini bir maqtaydigan, emgikka rahmat etadigan, emgakka va emgakning sahibi bo'lgan erga hurmat qiladigan ayolga amroq shundoq ayollarni yaxshi ko'radi. Ammo uy go'shakpas azakipsan deyotgan, kimippas taynor kimipsan deyotgan, ya er hurmatlanmagan ya erninki emgiki qon tari hurmatlanmagan oilada bu oila baxtli oila bo'lmaydi. Bu ayolmi yaxshi ayol bo'lmaydi. Erlar bundaq ayolni yaxshi ko'rmaydi. Masalan, ervoy uyda o'tirib baliq obdan qarag'ansa, eri chiqib bo'lguncha kaynidan do'qildab sirqib chiqib bo'lgan. Taq ballarga dadang deb qalsa men ba deb qo'yinglar, so'rab qalsa telefon qilib qalsa deb qo'ygan ayol erigimi asi bo'lgan bo'ladi, ballarni xato tarbiyalagan bo'ladi. Shuning uchun ayollar a'la degan a'ning qilayotgan ishini, qozongan utqini chuqum hurmatlash, taqdirlash, maqtash, buningdan faxrlanish. Bunda bo'lgan chaqda bu er uchun nihoyat zo'r madad bo'lgan gap. Asma onamiz hammamiz bilamiz Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizi. Abu Bakr radhiyallohu anhu olsa bilim bor. Arablar ichidagi mas nasab shunaslik ilmida hammadan katta olim. Pul bor, eng cho'ng tijoratchi. İctimai o'rin desa Makkaliklar hammasi hurmatlaydigan ijtimoiy o'ringa ega. Mushundaq oila cho'ng bo'lgan. Ammo to'y qilib kimi to'y qildi? Zubayr al-Avam kambag'al, hech nimasi yo'q, bir etidan boshqa hech nimasi yo'q. Uylarda ishim yo'q, bir kambag'al odam bilan to'y qildi. Shu bilan bu oyda bir yordam bergidek odam yo'q. O'zi shu qavmininki urug'larini terib sabatga beshiq ilib mashta ko'tarib kelib etini baqatdim deydi. Keyindan non yoqatdim. Men bu nonni faqat yoqolmaydim deydi. Nimda men bu xo'shlamdan non yoqolmayman deb o'zini ayiblaydi qarindoshlar. Voy sen men degan manda oila cho'ng bo'lgan. Voy men kimning qizdim? Sang tegib ma kuni qoldim deb manda ishlar bo'lmagan. Mundaq ani tushirdigan yoki erga haqoratlik qildigan, erdan o'zini yuqori o'rin qo'ydigan mandaq bir asma onamiz unda emasdi. Aksicha men nima deb qo'shnimning ayolda qo'shnimningki qizda qilolmayman, nima uchun men uyimni qo'shnimning qizda tutolmayman deb balki talabni o'zi qo'yadi. Shuning uchun ayollarimiz bu nuqtani yaxshi tushunish kerak. Erlarning ayollardan kutadigan eng oxirgi umidi bo'lsa tejashchan bo'lish qarindoshlar. Ya'ni iqtisodchan bo'lish. O'ylab baqinglar. Eng oxir kutadigan ish nima bu? Birincisi aile ko'ngli bilish. Ikkinchisi qizg'in kayfiyatda xushxuy bo'lib, erni yaxshi bir uy kirgan joyda bir chiroyli gaplar bilan issiq bir piyola choy bilan kutib olish. Uchinchisi erni hurmatlash. Oxirgi qildigan ishi shu iqtisodchan bo'lish. Chunki bizning ko'nlarda bir gap bor, erni qilganmi xotin, yer qilganmi xotin. Shuning uchun mush ayollarning iqtisodchan bo'lishi, biz buni darslarimizda ayollarning mas'uliyati degan darsimiz so'zlab o'tdik, jiq to'xtalmaymiz. Ya'ni demak, bu mushundaq muhim ishnimi erlar eng oxirsida 4-chi kutilgan ishning qatoriga qo'ygan. Demak, birinchi oila ko'ngli bilish ishlar nihoyat muhim. Mana mush qatorliq mush rais nashning netinchisi shu. Hamda biz ayollar erlerden nemini kütüdü. Bu haq to'xtalamiz. Birinchi
ayollarning erdan kutadigan umidi nima? Buni mana yigitlarimiz nihoyatda yaxshi anglash kerak. Hamda biz mushu raisinash jadvaliningki mush ayollar qismiga kelayli. Buningda ayollar erlardan umid qiladigan ishlar degan jadvalda mushu ayollarningki erlardan umid qiladigan birinchi ish nima bilamsizlar qarindoshlar? O'ylab boqinglar. 95% ayollar erlardan umid qildiğimiz mush erlar oildagi mas'uliyatni biz bilan teng ustiga olsa ekan. Siz bir er bo'lib sifatingiz bilan dada bo'lib sifatingiz bilan atdiginsa ishni yapib chiqib assalomu alaykum xotin san uy qoldi deb chiqarsak, ma oildagi bolalarni tarbiyalash, boshqa ishlar, bolalarni boshqarish bu bichar ayol qandaqmi qilib bo'la oladi? O'ylab boqinglar, dadaning rolining cho'ngligini o'ylab boqinglar. Biz ketgandan keyin balasi gapga unmasa shu ayol dadan kes deyme desa bal sal o'ngshildi. Sal harakatni qiliplashtirdi qarindoshlar. Dadaning mushundoq bir roli cho'ng. Hatto sizning ash uyda bir ovozingizning bir ikki og'iz gapning bo'lishi shu bolalarning bolalar 4 og'iz bir gap qilishingiz shu cho'ng rol o'ynaydi. O siz atdiginiz chiqib kashti uy kirsangiz bu ayol qandaqmi bolalarni o'z yolg'iz tarbiyalab qo'yadi. Bo'libmi sizning 15-16 yoshga kirib qolgan qiz o'g'illaringiz bo'lsa, buni ana yolg'iz tarbiyalab bo'lmaydi. Siz hatto men berib masjid ibodat qilma deb masjidda o'ltirib olgandan, voy men undoq bundoq ishni qilma deb butun vaqtingizni sirt o'tkazgandan ma'lum vaqt ajratib uy kelib bolalarini tarbiyalaganligingiz diniy jihatdan afzal ham katta savobli ish qarindoshlar. Masalan bir odam sirtda 10 soat xizmati bo'lsa, kunda 10 soatlik xizmat bo'lsa, chuqum 3 dan 2 qismini sirtda o'tkazsa, bir qismini bolalarga, oilaga atash kerak. Siz atdiginiz chiqib kashda uy kirsangiz, nima ish qilsangiz pul tepatma, ishlayaptimi, uni qilyaptimi, buni qilyaptimi desangiz, to'g'ri pul tepishingiz mumkin. Ammo oilangizni ziyon tortasiz. Undaq pulni kim uchun topsiz siz? Atdiginsi uydan chiqqan vaqtida nashtin qiplam xotin bola san qoldi demay, chiqitishdan burun, ha balam, sen bugun nima ish qilsa, sen mandaq ishni qil. Qizim sen mandaq ishni qil deb oiladagi bolalarning qildigan ishini aniq qilib, bo'lsa bir daskaga qo'yib, daskaga yezib bo'lsin ko'rsatib turib, mashda chiqitish. Kashti kirgan chaqda kirbil tamoqni yeb, televizor ko'rib, gazeta o'qib o'tamay, bolalarni yig'ib, bugun sen maktabdan nima o'rganding? Qur'oni Karimdan nima yodilding? Nima ish qilyapsa, maktabdagi natijalaring qandoq? O'qishing qandoq? Onangning gapini anglayaptamsa, biror qiyinchiliging bormi? Men qilpagidek ish bormi? deb bolalar bilan suhbatlashib o'ltirish qarindoshlar. Chuqum ma'lum vaqtni oilaga ajratib, oilaga mas'uliyatni o'z ustiga olish. Ma'lum bir kitobni elib, bolalar bilan teng o'qish. Bolalarningki o'qish ahvoliga sen kim bilan do'st bo'lyapsan, kim bilan aralashyapsan, nima ish qilyapsan, buni bilib turish. Mana bu ayol 95% ayollarning erlardan kutadigan shu. O'ylab boqinglar, men bolalarimizga shunda so'rab, shunda ko'ngil bilsak, ayollar haqiqatan bak xo'shalab keldi qarindoshlar. Voy bolam nima o'qiding? Na kelding? Sening nima ishlarga duch kelyapsan? Kim bilan aralashib o'tyapsan? Dars nadan nagacha, o'qish nadan nagacha, o'rganayotgan hunaringni nadan nagacha deb shundoq oilada, shundoq oilaga ko'ngil bilib tursak, bu ayollar uchun eng muhim ishning birisi mushu qarindoshlar. Ham ayollar shuni tanlagan. Birinchi erdan kutadigan mush ekan qarindoshlarimiz. Ayollar erlardan kutadigan ikkinchi umidi bo'lsa, mush oilada bir xotirjamlikni his qilish. Bunda deganimiz, endi erlar ikki gapning birisi bo'lsa, ayollarni qo'yitaman deb tahdid qildigan. Yoki oztula bir vaqirishib, to'lishib qolgacha apangni uy ket deb qo'lib etadigan.
yoki pat-pat men ustunga xotin olaman deb mushundaq ayollarga tahdid qildigan. Mana mushu ahvollarda ayollar xotirjamlik his qilolmaydigan gap. Shuning uchun erlarning majburiyati men sendan behojat bo'lolmayman. Ya'ni mush ayolni qo'yib etmayman, sen meningki davomliq ayolim bo'lsan degandek bir tuyg'uni berish. Eng muhimi. Ayollar mash mening erimkan, mash uy mening uyimkan deydigan bir xil ishonchiga erishish bu ayollarning eng erlardan kutadigan ikkinchi arzusi ekan qarindoshlar. Bu ayollarningki tabiiy bir xarakteri. Shuning Oysha onamizdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ya Rasululloh meni qanday yaxshi ko'rdilar degan vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men sizni og'amchining chigib qo'ygan yerda yaxshi ko'rmayman. Mushunda chin yaxshi ko'rma deydi. Oysha onamiz patpat ya Rasululloh og'amchining chigib qo'ygan yer qandaroq desa, burunqidek xotirjam bo'ling. Siz mening bu dunyodagi ayolim ham jannatlik ayolim deydi qarindoshlar. Mushchaqda Oysha onamiz naqadar xo'shal bo'lganligi hammamizga ayon. Mushunda bir vaqalik bayon qilinibdi ba'zi kitoblarda. Mushu Osman imperiyasining davrida bir xalifaning bir vaziri bor ekanda. Bu vazirini ayolini bak yaxshi ko'rdi ekan. Nayt baxtli xo'shal xoram yashapti. Ma'lum kunlarda bu vazir bir yana bir qatim to'y qilish niyati kelib qoldi. Ikkinchi bir xotin olay deb, shundan bu gapni ayoliga qandoq deyishni uqmabdi. Qanda desam bo'lar, buni desam bu ayolim ig'ir kelib og'rib qolarmi, kasal bo'lib ketarmi deb o'ylab oxirsida bir yilni o'ylab chiqdi-da. Bir kuz ayolni qashiga kirib, nayt bir yomon bir ish bor. Bu bir chataq ish bor degan nim bo'ldi degan keyin mushu podshoninki qo'lqiga mush davlatimizda bo'lgan bir ish yetib bordi. U bo'lsa-mu mush davlatda ayollarning soni erlarnikidan bak eshib ketibdi. Shundan mash podsho men bir farmon chiqirman. Her qandaq bir ikki xotinlanmasa, ikkinchi xotinlanganning kallasini uzuman deb mushunda farmon chiqadi deb vujudim tutarib ketdi, qandaq qilaman deb nayt g'amkin bo'lganligini ayoliga desa, ayol deb voy qandaq qildi, o'lib ketsang, shahid ketsan inshaalloh deb degan qarindoshlar. Demak, ayollar mushundaq, ularning xarakteri mushundaq. Hatto balkim hikoyada mushu Odam alayhissalom bir kunsi uyiga kechikib ketdi-da. Shuni Havonimiz so'rabdi. Voy hajab kechikib kelding-ku deganki, voy ishim boshidan kechikib qoldim deganki, Havonimiz sal nim qanday bir xil xotirjam bo'lmoqda qilib ekan. Odam alayhissalom, voy nimadan xotirjam bo'lamaysan? Sen bilsa Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda sendan boshqa ayolni yaratmadi, xotirjam bo'l debdi. Ayol Havonimiz ha deb qo'yib, Odam alayhissalom uyquga ketgan vaqtda Odam alayhissalomning qo'g'isini sinab qilib kelganimiz. Demak, ayollar xotirjam bo'lolmaydi. Shuning uchun buni xotirjamlik his qildirish erning majburiyati va shunda qildirishimiz kerak. Ayollar shunga muhtoj qarindoshlar. Masalan, Oysha onamiz bir kunsi Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bilan paranglashib o'tirib, mush 11 ayolning hikoyasini so'zlab berdi Oysha onamiz. Ya'ni ba'zi erlarning yaxshi ekanligi, ba'zi erlarning normal ekanligi, ba'zi erlarning nachar ekanligini so'zlab berib, shun orasida yaxshi bir erva ekanda ayolini bak yaxshi ko'radigan, hurmatlaydigan, ashu qimmatli kiyim-kechak, oltin, zibu zinnatni epirdigan eng yaxshi erkan. Buning ismi Zar ekanda. Shuni hikoyasini aytib berib, lekin bu Zar degan kishi oxirsida bir ayolni yaxshi ko'rib, shu ayolni qo'yib ekanda. Shuna payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan: "Hey Oysha, kuntu laki ka Abi Zar." Men sizga mash Abu Zardek bo'ldim. Ya'ni Abu Zar qanday yaxshiligimni sizga yaxshilik qildim, lekin Abu Zar xotinni qo'yib etgan va ana la utalliquka, sizni menga qo'yib etmayman deb Rasululloh shunday degan. Shuning uchun ayollarning biz erlardan kutadigan ikkinchi umidi shular bir xotirjamlik his qilish qarindoshlar. Mana bu ayollarning bu xil psixikasini, bu xil arzusini har qanday tushunish kerak va shu ehtiyojini erlar qondirish kerak. Ayollarningki erlardan kutadigan uchinchi umidi bo'lsa, o'zining hurmatlanishini kutadigan qarindoshlar. Ya'ni erlar
ayollarni bizni bo'zgatmiskan, bizni xo'rlamiskan, bizmi erlarimizni hurmatligandek bizni hurmatliskan deydi ekan. Bu tabiiy bir talab qarindoshlar. Chunki bu dunyoda har qanday bir inson bo'ladi ekan. U inson mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, olim bo'lsin, jahil bo'lsin, boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, hamma odam o'zining bir odamdek yashashni, o'zining mavjudligining qadrlanishini, o'zining hurmatlanishini orzu qiladi. Bu tabiiy ahvol. Shuningga biz hurmatlasak, boshqalar bizni hurmatlaydi. Qo'lni yuvsa, qo'l yuzni yuvdi degan gaplar bor. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam o hadis sharif nima deydi desanglar? Khayrukum li ahli. Sizlarning yaxshilaringlar ayollik yaxshi bo'lganlar deydi. Ayollarimizni hurmat etsak yaxshi bo'lamiz. Va ana khayrukum li ahli. Mana men payg'ambar ayolimga eng yaxshi erman. Ma akraman nisa illa karim. Ayollarni faqat o'g'li janob, isi odamlar hurmatlaydi. Wa ma ahanahunna illa al-la'im. Ayollarni faqat mal'un kishilar xo'rlaydi deb Rasululloh bu gapni tugatdi qarindoshlar. Endi biz ayollarni xo'rlasak, masxir qilsak, yaratmasak, bo'zgatsak, biz Rasulullohdan bir diplom olgan bo'lamiz. U diplom nima? Mal'un degan diplomni olgan bo'lamiz. Agar hurmatlasak, ularni taqdirlasak, ularning timisim oilda qarindoshlar, oilda o'ltirib yaqinlar, bir kun uyda midirmay, shu oilda o'ltirsanglar, bechar ayollarning naqadar jafokash, tamoq yetayotgan, uyni tozalayotgan, bolalarning g'amini yeyotgan, u qildigan ish yomonjiq ayollarning. Bularningmi unchilik ishni biz taqdirlamasak, hurmatlamasak bo'lmaydi. Eng muhimi ayollarni hurmatlaganlar, oliy janob degan diplomni Rasulullohdan olgan bo'ldi. Ayollarni xo'rlaganlar mal'un degan diplomni Rasulullohdan olgan bo'ldi. Gapning qisqasi Rasulullohning mushahidasida mujassamlashgan. Ayollar erdan kutadigan eng oxirgi umidi bo'lsa, ya'ni 4-umidi bo'lsa, mana shu yemak, ichmak, kiyim-kechak, ya'ni turmushni bir kapolat ega qilsa deb shuni arzu qildi ekan. Endi nurg'un erlarimiz bu yerda qarindoshlar. Yeydigining kommeti, ichdigining kommeti, uni qilib bersang nima deysa deydi. Lekin ayolning nazarida bu 4-o'rin turdi ekan. Birinchisi mas'uliyatni tan ko'tarish, ikkinchisi xotirjamlik his qilish, uchinchisi hurmatga sazovor bo'lish, to'rtinchisi azgina qo'saqni kiyimning g'amiga 4-qator ekan bu. Ammo nurg'un erlarimiz hozir nima deydi bo'lsa, yeydigini talqib bersam, ichdigini talqib bersam, nima deyting deydi qarindoshlar. Ayol yeb, ichishga, kiyishga muhtoj emas. Ular bir chiroyli gaplarga, sening taqdirlashingga, oilaning mas'uliyatini birga ep berishingga, o'zining xotirjam bo'lishiga muhtoj. Uningdan eshib qolsa 4-qatorda shu turmush, ya'ni yemak, ichmak, kiyim-kechak, anadek pul molning navbati andekin keldi ekan. Mana buni erlar yaxshi tushunish kerak. Mana men davatgan mush nima uchun bu darsni so'zildim? Erlar ayollarning umidini tushunsa, ayollar erning umidini tushunib, har biri o'zining ustidagi mas'uliyatni ado qilsa, oilamiz dal shu chog'da jannatga aylandi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.